yo'l chiziqlarini bosganlik holatini texnika vositalari orqali aniqlash amaliyoti bekor qilindi. Yengil palasani bosadigan bo'lsangiz, endi sizga shtraf solinmaydi. Ya'ni kamera, radarlar orqali palasani bosganligingiz haqida oldin bizga shtraf kelardi. Endi bu narsa kelmaydi. Qaror bekor bo'ldi. Ya'ni qarorga qanaqa o'zgartirish kiritildi? Kamera orqali palasani bosgan bo'lsangiz, u narsa endi qonuniy kuchga ega emas. Qachonki GAI xodimlari ko'zi bilan vizualni ko'rganida yozgani hisob bo'ladigan bo'ldi. Bu ham bir yaxshi natija. Oldin soyaga ham shtrafli kelyapti, to'g'rimi? Mana yana to'liq ma'lumot akamizdan o'zlari beradilar. Videoni maksimal tarqatib qo'yinglar, istoriyalarga qo'ysanglar bo'ladi. Mana bo'largani bir normalniy qaror chiqarsa. Yamalani ham to'g'rilaylik, yamalani ham, yamala ko'payib ketdi. Endilikda mazkur qoidabuzarlik uchun faqatgina yo'l patrul xizmati xodimlari tomonidan vizual kuzatuv asosida aniqlangan taqdirdagina ma'muriy choralar qo'llaniladi. Xabarni haydovchilarga yuborib qo'yamiz va eng tezkor ishonchli ma'lumotlarni yo'l harakati xavfsizligi xizmatining rasmiy manbalarida kuzatib borishni maslahat beramiz. Muhtaram Prezidentimiz topshirig'iga asosan aholining taklif va istaklarini inobatga olgan holda avtomobil yo'llarida harakatlanish tartibini yanada takomillashtirish, haydovchilarga qo'shimcha qulayliklar yaratish hamda ularni qiynab kelayotgan muammolarni bartaraf etishga qaratilgan hukumat qarori qabul qilindi. Qarorga muvofiq joriy yilning 1-iyun kunidan boshlab yo'l chiziqlarini bosib qoidabuzarlik sodir etish holatlari maxsus avtomatlashtirilgan foto va video qayd etish dasturiy texnik vositalari orqali qayd etishga yo'l qo'yilmaydi. To'xtash chizig'i 533 yo'l belgisi bundan mustasno. Ya'ni haydovchi chiziqni bosib olsa, bu qoidabuzarlik fotoradar yoki videokamera orqali qayd etilmaydi. Demak, avtomatik ravishda jarima yozilmaydi. Lekin yo'l patruli xizmati xodimi tomonidan aniqlanganda qoidabuzarlik o'rnatilgan tartibda rasmiylashtiriladi.